qizlar adenoidi darajasidan qat'iy nazar u operatsiyaga tortadiganmi, u asoratlimi, ikkinchimi, uchinchi darajami farqi yo'q. Operatsiyadan oldin ham, operatsiyadan keyin ham baribir preventiv ular bilan ishlaysizlar. Chunki xo'p, asoratli bo'lib ketdi, bola eshitmayapti, nafas ola olmayapti, har oy kasal, angina chaqirdi, operatsiya qilib adenoid olindi deylik yoki angina birga qo'shib olindi deylik. A'zolar ketdi, lekin ichagimizdagi defitsit baribir qolib ketdi. Ichakdagi mikrobioma joyiga qo'yilmadi, u tufayli dimlanish ochilmadi, defitsitlar qoplanmadi, oksidativ stress joyiga qo'yilgani yo'q. Asosiy ildiz qolib ketadi-ku. Shuning uchun operatsiya bo'lgan taqdirda ham u bolalar preventiv yo'l bilan ishlashga muhtoj bolalar hisoblanadi. Operatsiyadan oldinchi deyishlaringiz mumkin. Marhamat, oldin shug'ullanib ko'rish kerak. Balki operatsiyaga tortmas, ikkinchi daraja ko'pincha shunaqa so'rilib ketish ehtimoli bor-da. Shuning uchun farqi yo'q. Operatsiyadan oldin ham, keyin ham baribir ishlash kerak. Sog' bo'linglar.